Assalomu alaykum. Bugun biz yurak uchun 5 ta zararli mahsulot haqida gaplashamiz. Nima uchun bu mavzu? Bu mavzu hammani qiziqtirishi mumkin bo'lgan mavzulardan hisoblanadi. Sababi biz buni har kuni, har daqiqada, har soniyada va kunida yo'q deganda 3 mahal shu bilan to'qnashamiz. Bu mahsulotlar nima deb o'ylashingiz mumkin? Menimcha kimlardir har xil fikrlar kelgan bo'lishi mumkin. Bu birinchi mahsulotimiz. Har kun kundalik ravishda qish mavsumi kirib keldi. Biz bilamiz, sho'r narsalarni yoqtirishga o'tamiz. Ya'ni sho'r mahsulotlar, tuz hisoblanadi. Tuz bu organizm uchun o'zi kerakmi? Bunday o'ylaganda ko'p kishi aytishi mumkin, albatta kerak. Buni iste'moli kun davomida qancha? Bu haqida bir o'ylab ko'rganmisiz? Kun davomida tuzning bir kunlik iste'moli bu 5 milligram hisoblanadi. 5 milligram bu o'sha ovqat orqali, turli xil salatlar orqali bizga kiradi. Biz undan ortiq iste'mol qilishimiz natijasida bu qon tomirining bo'kishiga olib keladi. Va qon tomir bo'kishi natijasida u o'zining butun yurakdagi funksiyaning shishishi, ya'ni eshitgansiz, o'sha yurakda shishi, shu shish bu tuzli mahsulotlarni ko'p iste'mol qilishi haqida o'sha oldin ham gaplashganmiz. Shu natijasida bu ham bir iste'molni ko'p qilishimiz natijasida kelib chiqadi. Ikkinchisi bu qovurilgan va yog'li mahsulotlar. Bilamiz, hamma bizning xalqimiz juda ham qovurilgan va yog'li mahsulotlarni iste'mol qiladi. Va bu yurak qon tomir sistemasining me'yorda nagruzkada ishlashiga olib keladi. Bu ham o'sha qon tomirlar devorida tiqinlar hosil qilishi, ya'ni qon tomir devorlarida aterosklerotik bilashkalarni, ya'ni yog'larni, xalq orasida yog' deydi buni, shu yog'larni o'tirib qolishiga olib keluvchi faktorlardan birisi. Yog'li mahsulotlar bu organizmda hazm bo'lishi, qisqacha qilib aytganda, qiyin hisoblanadi va so'rilganda ichaklardan o'sha so'rilishi qiyin bo'lishi natijasida yurak qon tomiriga to'planadi va yurakka bu ham zararli hisoblanadi. Uchinchisi bu shakar va shirinliklar. Buni hamma biladi, kun davomida baribir shirinlik iste'mol qilish keladi. Organizmda shakarning parchalanishi qiyinligi sababli, ya'ni ichakda so'riladigan o'sha saxarozaning glyukozaga parchalanish uchun juda katta energiya talab qilinadi. Bu esa o'sha shakarni turib qolishi natijasida ichaklarning faoliyatini buzilishi kelib chiqadi. Va bu ham o'sha qon tomirlarda turli xil o'zgarishlarni kelib chiqishiga sababchi bo'ladi. Bu shakarni hazm bo'lmagan qismi organizmda ortiqcha yog', ortiqcha aterosklerotik bilashkalarni hosil bo'lishiga olib keladi. To'rtinchisi bu gazli va energetik mahsulotlar. Yoz fasli boshlanishi bilan insonlarni ko'p miqdorda gazli mahsulotlarni iste'mol qilishi ko'p uchraydi. Bu ham albatta bir yurak yetishmovchiligiga, keyinchalik yurakning asoratlari, bu haqida oldin ham gapirib o'tganman, olib kelishiga sababchi bo'ladi. Albatta bu mahsulotlarni umuman iste'mol qilmasligingiz yurak qon tomirini sog' bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu 5-chi mahsulotimiz hammaga qiziq tuyulishi mumkin hozirgi vaqtda. Asosan kunning birinchi yarmida nonushtada iste'mol qilinadi yarim dudlangan mahsulotlar. Bu kolbasa va sosiskalar. Bu ham yurak qon tomir kasalliklarining turli xil asoratlariga olib kelinadi. Biz uyda tayyorlangan go'sht mahsulotlari bilan tayyorlangan mahsulotlarni bug'da pishirilgan holda iste'mol qilsak, bu yurak qon tomir sistemasiga me'yorida ayniqsa iste'mol qilsak foydali hisoblanadi. Lekin tashqarida har xil magazinlarda sotiladigan dudlangan mahsulotlar, uni tarkibida turli xil qo'shimchalar mavjud. Bu yurak qon tomir sistemasiga zararli hisoblanadi. Shuning uchun siz bu mahsulotlarni cheklashingiz yoki umuman iste'mol qilmasligingiz kerak. Yuqoridagi 5 ta tavsiyamizga agar amal qilsangiz, yurak qon tomir kasalliklarini kamayishiga sabab bo'lasiz va kelajakda o'zingizni sog'lig'ingizga juda ham e'tiborli bo'lasiz. Agar sizga yuqoridagi aytilgan barcha fikrlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Salomat bo'ling, sog' bo'ling.